Bugungi suhbatimizda juda ham qiziqarli bir inson. Dasturlashni 2013-yilda boshlaganman. Agar bola ITni yoshligidan o'rgana boshlasa, masalan aytaylik 10 yoshdan o'rgana boshlasa, katta bo'lganda, masalan 18-20 ga kirganda qanaqa bir real ustunliklarga ega bo'ladi deb o'ylaysiz? Yangiliklarda o'qiyapmiz. Qozog'istonlik bolalar Y Combinatorga o'tgani, startaplari bilan juda ham yosh yigitlar, 13 yoshli, 14 yoshli yigitlar. Qaysi bolalar kelajakda eng yuqori daromad topadigan bolalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi bu sohalar uchun ham hammasiga matematika kerak, ingliz tili kerak. Ishga olayotganingizda ko'proq diplomiga qaraysizmi yoki biror bir malakasiga, skillariga qarab olasizmi? AI deydimi, backend deydimi, qanaqa sohadan o'zining tajribasini oshirmoqchi bo'lsa, hamma kursimiz bor. IT mutaxassisi sifatida nima deb o'ylaysiz? Maktab tizimi hozirda bolalarni kelajakka tayyorlay oladimi? Assalomu alaykum. Darstop podcastining keyingi soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda juda ham qiziqarli bir inson IT sohasini o'zi mustaqil o'rganib, keyin o'zidan shogirdlar chiqarib, o'zini IT kompaniyasini ochib, o'zini shogirdlarini ishga olgan inson Shahbozbek Usmonov bilan o'tkazamiz. Shahbozbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Shahbozbek, o'zingizni ozgina tanishtirib o'tasizmi? Dasturlashni 2013-yilda boshlaganman. O'sha aytganingizdek mustaqil. Bir akamizdan Venru degan bir nimani o'rganganmiz ozroq. Mana shu sayt bor, shunda sayt quriladi deganlar bo'ldi. Shu narsa bilan boshlangan. Undan keyin WordPress, Joomla degan veb-sayt konstruktorlari bo'lardi. Ularni o'rganib, undan keyin C++ dasturlash tilini uni ham mustaqil o'rganganmiz. Va xuddi shu bilan IT sohasiga kirib, komanda yig'ib, mijozlarga proyekt qilib berishni boshlaganmiz. Unda IT kompaniyamiz yo'q edi. Keyin sekin-astalik bilan jamoa kerak ekan, jamoa kerakligi uchun bolalarni o'qitdik, ITga o'rgatdik, o'zimizga shogirdlar tayyorladik va ular bilan birgalikda IT kompaniyalar asos soldik va hozirda xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Rahmat. Xo'p, meni birinchi savolim, agar bola ITni yoshligidan o'rgana boshlasa, masalan aytaylik 10 yoshdan o'rgana boshlasa, katta bo'lganda, masalan 18-20 ga kirganda qanaqa bir real ustunliklarga ega bo'ladi deb o'ylaysiz? Agarda yoshligidan o'rganishni boshlasa, misol uchun Amerikani o'zidan misol qilib oladigan bo'lsak, Steve Jobsni hamkori Steve Wozniak juda ham yoshligidan o'rgangan va daho inson bo'lgan. Apple'ni o'sha kompyuterlar yaralishida eng katta hissa qo'shgan inson. Aslida olganda. Bill Gates ham xuddi shu. Microsoft asoschisi. Ular ham yoshligidan boshlagan. Ya'ni eng zo'r tomoni ular kompyuter bor bo'lgan maktabga tushib qolgan. Amerikada o'qigandim, xuddi shu maktabga 1000 tadan bitta bolami tushishi mumkin ekan. Aslida olganda. Ana shu narsa ham va yangiliklarda o'qiyapmiz. Qozog'istonlik bolalar Y Combinatorga o'tgani, startaplari bilan juda ham yosh yigitlar, 13 yoshli, 14 yoshli yigitlar. Ular qanaqasiga o'zini startapi bilan xalqaro Y Combinatorga o'tyapti. Chunki ular yoshligidan boshlagan. Balki 9 yoshidan, balki 10 yoshidan boshlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha ertaroq boshlasa, 6 yoshidan bo'ladimi, 5 yoshidan bo'ladimi yoki 9 yoshidan bo'ladimi, qancha erta yoshda boshlaydigan bo'lsa, u insonni, ya'ni o'sha bolani ko'proq risk qila oladi. Chunki uni yoshligida oilasi yo'q, pul topish kerak emas yoki boshqa bir qo'shimcha ishlari yo'q. Uni faqat o'qish, ya'ni fokusida faqat o'qish bo'ladi. ITni o'rgandi va u orqali 13-14 yoshiga borib turib daromad topish mumkin, freelance qilish mumkin bo'ladi. Masalan, jahonga chiqishi mumkin bo'ladi. Temol Amerikada bu narsa juda ham katta imkoniyat. Rahmat sizga savolga javob berganingiz uchun. Keyingi savolim ham shunga bog'liqroq. Agar bola o'sha ITni yoshligidan o'rganmasa, keyin katta bo'lganda qanaqa imkoniyatlarni boy beradi deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda har bitta sohani egasi u oddiy qorovul bo'lsin, hattoki misol uchun birorta firmada yoki birorta zavodda ana shu inson ham ITni bilishi kerak. Shart. Chunki banklarni ham ko'radigan bo'lsak, kelib ketishi u yerda kompyuterlashtirilgan. Har bitta xodimni kirdi chiqdisi kameraga olinadi, nazorat qilinadi. Uni tushunish kerak. Misol uchun shu yerda o'tirgan qorovulni o'zi ham, hattoki ya'ni qorovulda oladigan bo'lsak, misol o'qituvchilarni olaylik yoki boshqa kasb egalarini olsak ham barcha odam o'rganishi kerak. Barcha insonga bu narsa kerak. Kelajak buni talab qilyapti.
o'zini loyihasini yaratmoqchi bo'lsa yoki kompaniyasini ochmoqchi bo'ladigan bo'lsa ham IT ni biladigan bo'lsa, bu bilan juda ham tez amalga oshirish mumkin bo'ladi, osonlik bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi. Va xalqaro bozorga chiqish mumkin bo'ladi agarda o'rgansa. Hozir mana shu imkoniyatlarning hammasidan mahrum bo'ladi desak ham bo'ladi agarda o'rganmasa IT sohasini. Tushunarli, rahmat sizga. Xo'p, qaysi bolalar kelajakda eng yuqori daromad topadigan bolalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Xo'p, agar IT sohasini oladigan bo'lsak yoki umumiy oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda problem solving, ya'ni muammoni yecha oladigan, IT ni har qanday sohasini o'rgansin u odam. Front-endmi, back-endmi, mobilniymi yoki data science-mi, xohlagan bir sohasini o'rgansin, u odam problem solver bo'ladigan bo'lsa, muammoni yecha oladigan, muammoni tushuna oladigan inson bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham kerakli narsa. Bu uchun nima kerak? Matematika. Asosiy matematikani yoshligidan fundament zo'r mustahkamlaydigan bo'lsa, u muammoni yecha oladi, har qanday problemani tushuna oladi. Tez yecha oladi. Tez yecha oladi. Tez fikrlay oladi, mantiqli o'sha fikrlash qobiliyatini, logikasini rivojlantiradi. Xuddi shu va ingliz tili, ana shu ingliz tilini rivojlantirsa, chet tillarning ichida ingliz tili birinchi o'rinda turadi. Mana shuni rivojlantirsa va misol uchun hozirgi kunda IT da eng yaxshi daromad qilayotganlar olsak, AI sohasi, data injenerlar, data analitiklarni oladigan bo'lsak, shu sohaga qarab ketsa ham bo'ladi. Endi bu sohalar uchun ham hammasiga matematika kerak, ingliz tili kerak. O'sha fundament problemani, ya'ni muammoni yecha oladigan inson bo'lishi kerak. Asosiy fundamentni zo'r qilsa, masalan, bunga Darstop yaxshi yechim beradi menimcha. Mana shu narsaga xuddi shu yoshligidan qo'shimcha platformada o'rganib, masalan, Duolingo ingliz tilini yechib bergandek, masalan, muammosini xuddi shunga o'xshab turib qo'shimcha asosiy fundamentni mustahkamlasa, istagan sohasini o'rgansin, u ekspert bo'la oladi. Shunday. Rahmat. Xo'p, men keyingi savolim dasturlash tilini o'rganishni mana qaysi yoshdan boshlagan ma'qul deb o'ylaysiz? Mani 1,5 yoshli qizim bor. Men shunga dasturlash o'rgatmoqchiman. U kompyuterga qiziqadi yoshligidan. Hozir telefonni zo'r tushunadi. Ana shu bola telefonni zo'r tushunadi, o'zi qulfidan ochib, YouTube'ga kirib, shorts ko'rishni biladi. Misol uchun hozir bolalar tekkan kasal desak ham bo'ladi bu narsa. U YouTube'ni qayerdan topishni, o'tkazishni hammasini tushunadi-da, misol. Qayerdan? Muhitdan bu. Uydagi muhitdan doim kompyuterda o'tirganman yoki doim shu ishlab o'tirganim uchun ham ko'rgan va kompyuterni ham yozgisi keladi. Masalan, men yoshligidan shu yoshlardan yana salgina katta bo'lsa, masalan, 2-3 ga kirsa, o'sha o'rgatmoqchiman. O'zi hozir ham singdirib ketyapman texnologiyani, texnologiya bilan birga o'ssin deb. Sharoitga qarab turib qancha ertaroq boshlasa zo'r bo'ladi bu narsa. Masalan, men 2013-yilda boshlagan paytimda shaxsiy kompyuterim yo'q edi. Men kollejda kompyuterdan foydalanardim yoki o'sha Bunyod degan akamizni uylarida kompyuter bo'lardi, o'shalardan foydalanardim, misol uchun. Amerikada bunga sharoit juda ham zo'r. Hammaning shaxsiy kompyuteri bor, imkoniyat bor, misol uchun. Kompyuter bo'ladigan bo'lsa, qancha ertaroq boshlansa zo'r. Yaxshi Undan tashqari maktablardan beradi bolalarga. Tekin kompyuterlar beriladi. Maktabda ham berishadi. Juda ham zo'r imkoniyat mana. Har bitta bolaga. Xo'p, meni keyingi savolim, siz IT kompaniyangizda mana aytdingiz, ishchilar ishlataman dedingiz. Siz mana shu ishchilarni ishga olayotganingizda ko'proq diplomiga qaraysizmi yoki biror bir malakasiga, skillariga qarab olasizmi? Xo'p, bizda xususiy kompaniya bo'lganimiz uchun, davlat kompaniyasi bo'lmagani uchun diplom unchalik ahamiyati yo'q. Masalan, biz ko'rganmiz, diplomi bor, lekin qo'pol qilib aytganda ahmoqlar juda ham ko'p. Masalan, diplomi bor, bir nechta diplomi bo'lishi mumkin. Ularni faqat diplom olgan ular, sohasini egasi emas. Biz asosan muammoni yechsa, komandaga moslasha olsa, xuddi shu va o'rganishni bilsa, masalan, mustaqil self learning qilib o'rgana olsa, chunki biz kompaniyani o'zida xalqaro kurslardan 2,5 mingta kursimiz bor. 2,5 mingta har turli platformalardan kurslar olib berganmiz bolalarga. AI deydimi, backend deydimi, qanaqa sohadan o'zining tajribasini oshirmoqchi bo'lsa, hamma kursimiz bor. Qo'shimcha ham olib beramizda. Bolalar har doim shu yigitlarni
tajribasini oshirib, bilim darajasini ko'tarib borish uchun shunday qilamiz. Hmm. Ya'ni bizga o'rganuvchan, muammoni yecha oladigan va qiziquvchan, o'zini ishini sevadigan odam bo'lsa, bo'ldi. Mana shu skilllar bo'lsa, biz ishga olamiz shunday holatda. Rahmat sizga. Keyingi savolim, sizni mana o'zida shaxsiy fikringiz, IT mutaxassisi sifatida siz nima deb o'ylaysiz? Maktab tizimi hozirda bolalarni kelajakka tayyorlay oladimi? Agarda hozirgi maktab tizimi bolalarni kelajakka tayyorlay olganda edi, nechtadir o'quv markazlar juda ham ko'p sonli ochilmasdi yoki onlayn platformalar, Coursera deymizmi, Darstop deymizmi, xuddi shunday onlayn platformalar juda ham ko'p bo'lmasdi, misol uchun shakllanmasdi, bular rivojlanmasdi va bularga mijoz yo'q bo'lardi agarda maktab barcha bilimni berib turib kelajakka tayyorlay olsa. Kelajakka tayyorlay oladi, qanaqadir miqdorda fundament beradi bolalarga, o'qishni, yozishni, asosiy narsalarni o'rgatadi, lekin men nechta muvaffaqiyatga erishgan yoki qo'shimcha til o'rgangan, qo'shimcha matematikani yoki dasturlashni o'rgangan insonlarni ko'rsam, hammasi yoki markazlardan yoki onlayn platformalardan o'rganishadi. Shunaqa. Bu ikkalasi bir-biriga yordam beradi. Rahmat sizga. Men keyingi savolim sizning farzandingiz haqida. Siz farzandingizni kelajakka tayyorlash uchun ularga nimalarni o'rgatgan bo'lasiz? Xo'p, agarda men o'zim farzandimga kelajak tayyorlamoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda fundamental kerak bo'ladigan bilimlarni erta boshlardim. Masalan, esini tanishni boshlagandan boshlab 2 yoshidan, 3 yoshdan o'qishni, yozishni o'rgatib turib, birinchi biz musulmonmiz, Qur'on kursiga bergan bo'lardim. Birinchi bo'lib. Chunki Amir Temur 9 yoshgacha Qur'on yodlagan. Nega bizni bolalarimiz Qur'onni yodlay olmaydi 9 yoshgacha masalan? Shunga berardim va unga parallel ravishda sportga, aynan biror bir sportga. Masalan, o'g'lim tug'ilsa, o'g'illi bo'lsam agarda, hozir qizim bor, o'g'illi bo'ladigan bo'lsam, kurashga bermoqchiman. Erkin kurashga bermoqchiman. Ana shunday, ya'ni sport bolani qat'iyatga, chidamlilikka, disiplinaga o'rgatadi. Sportdek bunaqa disiplinaga o'rgatadigan narsa yo'q, masalan, dunyoda. Bu disiplinasini shakllantirib beradi, sog'lom fikrlaydigan bo'ladi, jismoniy baquvvat va xuddi shu holatda bu yoqda qo'shimcha bilimlarni ham ola oladi. Asosiy fundamental shu matematika, til, qo'shimcha tillar va o'sha aytganimdek Qur'onni o'rganib yod oladigan darajaga chiqardi. Katta rahmat. Meni sizdan yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana qarang, biz gohida ota-onalardan eshitamiz. Men farzandim juda ham charchayapti. Maktabdan keladi, umuman dars qilgisi kelmaydi. Ularni qanaqa majburlasam bo'ladi deydi-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Ularni biz majburlashimiz kerakmi yoki bir boshqacha yo'llar ishlatishimiz kerakmi? O'sha bolalar ITni mana shu qiyin bo'lgan, mana matematika ular bilan o'zlari shug'ullanishni xohlashi uchun. Masalan, men turli xil psixologiyadagi bolalarni o'qitib ko'rganman-da. Ularni ba'zi bir o'zi qiziqib keladi. IT sohasini o'rganmoqchi, do'stiga qiziqadi, sayt yasashga qiziqadi. Ba'zi birlar ota-onasi majburlab yuborishadi. Shunda suhbat qilib ko'rardim ular bilan. Suhbat qilib ko'rganimdan keyin anchagina o'zim do'stdek suhbatlashardim. Ustoz emasda, do'stdek suhbatlashib bilardim nimaga, nima uchun o'rganmoqchisan, nimaga kerak va o'zini qiziqishlarini o'rganardim. Qanday qiziqishlaring bor, kelajakda kim bo'lmoqchisan, shunday o'rganib turib va o'ziga moslab turib o'rgatishga harakat qilardim. Juda ham ko'p bolalar o'yinlarga qiziqishadi. Va men ularga o'yin yasashni o'rgatardim. O'yin yasaymiz, xuddi shuni o'rgansang, o'zingni o'yiningni chiqarishing mumkin ertaga. Game dev bo'lishing mumkin degan holatda o'rgatsam, u bola o'zi qiziqish paydo bo'lardi-da. Masalan, ota-onasi majburlikdan kelgan, lekin qiziqish paydo bo'lib, yanada yaxshiroq o'qishni boshlardi. Aktivniy bo'lib, birinchi o'ringa chiqib olardi mana shu holatda. Ota-ona ham bolasining psixologiyasini juda ham yaxshi bilib, do'st sifatida gaplashish kerak. Masalan, biz ota-ona sifatida farzand bilan qilishing kerak deymizda. Bu salgina noto'g'ri deb o'ylayman hozirgi kunda. O'ziga fikr berish kerak. Masalan, menga ota-onam bizda hamma oliy ma'lumotli, hammalari o'qishgan. Bizni ham o'qishimizni xohlashgan, o'qishinglar kerak. Universitetda yaxshi bo'ladi deb o'ylashadi. Xuddi shu holatda men o'zim fikrimni aytganman. Men dasturlash o'rganaman. Hozircha o'qishim shart emas. Men keyin o'qimoqchiman, mayli o'qiyman degan holatda o'zim fikrimni bildirganman va ular rozi bo'lishgan.
Ota ona farzandini eshitsa, u o'zini, ya'ni qiziqishini, kelajakda qanaqa kasbni egallamoqchi ayta oladi. Aytgandan keyin xuddi shu sohaga moslab turib kursga berishsa, u o'zi qiziqadi. Va aynan kelajakda masalan matematikaga ko'p bolalar o'qishga qiziqishmaydida, zerikarli deyishadi siz aytganingizdek. Matematika zerikarli emas, bu narsa qiziqarli, bu narsa kelajakda har qanday ishda, biznesda ham yoki oddiy sportda ham masalan pul olyapti, hisoblash kerak, uni sanashni bilish kerak. Masalan, sportda ham yokida dasturlashda ham qanchalik darajada kerakliligini tushuntirib bera olishsa yoki xuddi shunday biror bir platformaga berishsa, u yerdagi ustoz tushuntirib bera olsa, bola o'zidan o'zi qiziqib, yaxshiroq o'rganadi. Qiziqish paydo bo'ladi har qanday bolada. Shahbozbek, katta rahmat sizga o'z fikrlaringizni bildirganingiz uchun. Va oxirida siz mana ota-onalarimizga, bizani Darstopdagi talabalarga, mana o'quvchilarga bir qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ularni mana shu ilmga yo'nalishini qiziqtirish uchun. Ota-onalarga hozir aytib o'tganimdek, farzandlarini kelajakda qaysi sohadan ketishini aniq bilib, xuddi shunga moslangan holatda kursga berishsa, kurslarga nima qilishadigan bo'lsa, agarda yanada qiziqib bola o'rganishni boshlaydi. Misol uchun, bolalarga aytardim, asosan shu fundamentni zo'r mustahkamlash kerak. Masalan, dasturchilarning ichida AI chiqqandan keyin sun'iy intellekt, agentlar bizni ishimizni olib qo'yadi degan holatda qo'rquv paydo bo'lib qoldi. Lekin aytishdi, masalan, Antropikni rahbari ham aytdi yaqinda, eng zo'r sun'iy intellektni masalan rahbarlaridan bittasi. Bizga injenerlar kerak. Biz parallel ravishda yuzlab injenerlarni hire qilyapmiz. Ishga olyapmiz, biz injenerlar kerak. Biz ishlab ham chiqyapmiz, AI agentlarni biz ishga ham olyapmiz. Nega uni tepasida boshqarib turadigan inson? Qanaqa injenerlar kerak degan holatda muammoni yecha oladigan, o'zi mana bu fikrlay oladigan, mustaqil fikrlay oladigan insonlar kerak. Bu uchun nima bo'lish kerak desa, bu uchun yana o'sha gap, fundament, matematika zo'r bo'lish kerak, yaxshi o'rganish kerak. Qo'shimchasiga qandaydir bir chet tili, misol uchun ingliz tili zo'r darajada bilish kerak, dokumentatsiyasini o'qib tushunadigan yoki kitobini o'qib tushunadigan darajada. Xuddi shu fundamentini zo'r qilib, u bilan birga ITni birga bog'lashsa, bu bola kelajakda ekspert darajasiga chiqishi mumkin, masalan. Va boya aytganimizdek, bolani psixologiyasini yaxshi o'rganib turib, shunga moslab turib kursga berishsa, masalan, u bola bilan suhbatlashsa, chin dildan xuddiki o'rtoq singari, yana ham yaxshi bo'ladi. Va baribir lekin har qanday bolaga qanday sohani egallamasin, u tadbirkor bo'lsin, u boshqa bir sohani egasi bo'lsin, shu 3 ta narsa kerak. Matematika, ingliz tili, IT kerak albatta. Podkastimizni bugungi soni yakunlandi. Shahbozbek, sizga katta rahmat. Katta rahmat sizga ham. Bizani keyingi podkastlarimizda kuzatib boring. Biz har hafta ota-onalarni muammolari, farzand tarbiya qilishda yoki bilim berishda eng katta foydali kontentlarni qo'yib boramiz. Keyingi podkastimizda ko'rishguncha rahmat.